Ha, birinchi sovg'am rangi qora. Qora? Nimaga qora? Ha, nima bo'lishi mumkin qora? Bir podskaska ber. Podskaska siz uni har kuni yo'qotasiz, har kuni qidirasiz. Oh, xudo. Meni yo'qotasiz. Qora naskimi? Paypoqmi? Chunki bu yuvilgandan keyin negadir har doim bitta paypoq yo'qolib qoladi. Xotinning beti bor-da, o'shaning uchun. Agar beti bor bo'lganda, hozir sizga paypoq podarka qilgan bo'lmas. Tushdi. Tushdi? Paypoqmi? Yo'q. Bu podskaska beraman, shahar beraman. Bizning uyimizda unaqadan bir 150 millionta yursiram o'sha narsaga qoqilib ketaverasan. Ayniqsa uni do'konni ko'rib qolsang, etik kiygan mushukka o'xshab ko'zlaring katta bo'lib mo'ltilab turasan. Telefoningga telefon. Shirinligini qara. Rangi qora. Qoradan boshqa ranging bormi sani? Menda bor, prosta sizga oladigan narsalarim eng hadavoy rangi shu. Ey xudo, bu 50 gradusda issiqda ish qilib qora futbolka olib bermagan bo'lsang bo'ldi, anta pishib qolaman omlet bo'lib. U narsadan bizning uyda bor. Lekin siz unga ishonmaysiz. Unga ayollar ishonmaydi balki unga. Yo'q, endi siz ishonmaysiz. Xudoyim, tarozi. Asobiy siz uchun. Hozir. Qani ochib ko'rib qora. Ana, u ayollarga juda yoqib tushadigan, oshxonaga qo'yiladigan bir buyum. Ha, bo'pti, podskaska bering, oshxonada ko'p narsa bo'ladi. Uni masalan mevalar solasan unga. Sokovishmalka. Sokovishmalka. Yeah! Menga emas, o'zlariga asobiy prosta meni bahona qilib olganlar. Ayniqsa hozir mevalar pishgan paytu. Da, ana. Qaranglar, qanaqa chiroyli upakovkada. U kichkina. Qora. Qora. Muncha qora. Chunki qora. U sizning mashinangizga kerakli narsa. Va siz u bilan har doim qoida buzasiz. Anu remenga tiqadiganmi? Zaglушитель nima deydi, shunaqami? 6 ta. Mana qaranglar. Takoyli o'xshayishini hamga. Kichkinagina. Biz o'zimizni xursand qilish uchun Market Yandex Go aynan mana shu yerga kirib, o'zimizga kerakli bo'lgan kichkina sovg'alarni xarid qildik. Bu narsa bor ekanda. Hamma narsa bor. Unaqa ko'p pul sarflamadik, lekin hayotimizda o'zimizni qulayligimizni yana ham to'ldirish uchun kerak bo'lgan kichkina narsalarni xarid qildik va bir-birimizga sovg'a qildik. Kimning sovg'asi ko'proq yaxshiligini kommentariyada обязательно yozib keting. Va eng shirin joyi, birinchi buyurtmangizga Pochin promokodi bilan 50% chegirma olasiz. Zo'r. Zo'r. Brilliantmi? Uzunmi?